Assalomu alaykum azizlar. Marvel muxlislari uchun juda qiziq davr yaqinlashmoqda. Avengers Doomsday va Avengers Secret Wars hali chiqmagan bo'lsa ham, ularning ortidan Marvel kino koinoti butunlay yangi bosqichga o'tishi mumkin. Bugun internetda aylanayotgan ma'lumotlar va insider xabarlarga ko'ra, Marvel Studios keyingi yillarda qaysi filmlar ustida ishlash mumkinligi to'g'risida gaplashamiz. Bir narsani ta'kidlab o'taman do'stlar. Bu rasmiy to'liq ma'lumot emas. Shuning uchun buni aniq tasdiqlab tushunmang. Balki kuchli mish-mish va tahrir sifatida qabul qilishingizni so'rab qolaman. Sababi shuki, Marvel o'z rejalarini o'zgartirishni juda yaxshi ko'radi va buni juda ko'p guvoh bo'lganmiz. Doctor Strange 3 ga chiqishi mumkin. Eng avval sizlarni xafa qilish mumkin bo'lgan mavzu bu Doctor Strange 3. Xabarlarga ko'ra, bu loyiha hozir Marvelda birinchi navbatdagi film emas. Buning sababi shuki, oldin Marvel kino koinoti keng atrofda qurilayotgan edi. Keyin esa asosiy yo'nalish Doctor Doom tomonga burildi. Shuning uchun Doctor Strange uchun alohida rejalangan ayrim voqealar Avengers Doomsday va Secret Wars ichiga qo'shib yuborilishi ehtimoli katta. Buni mana anglatadi. Stephen Strange Secret Wars'dan keyin yangi Marvel kino koinoti olamida qoladimi yoki yo'qmi, hozircha aniq emas. Chunki bu haqida oldindan bir narsa deyish qiyin. Mening o'ylashimcha, Marvel uni butunlay olib tashlashga shoshilmaydi. Sababi Doctor Strange multikoinot, sehr va mistik voqealar uchun juda kerakli super qahramon. Uni Marveldan olib tashlash ahmoqlik bo'lardi. Lekin uning roli Marvel kino koinotida butunlay o'zgarishi mumkin. Keyingi loyiha esa do'stlar bu Spider-Man 5 filmi. Tom Hollandning Spider-Man'i Marvel uchun eng ishonchli kartalardan biriga aylanib bo'ldi. Spider-Man filmlari o'zi doim milliardlab daromad keltirgan, muxlislar ham uni yaxshi ko'radi. Spider-Man Brand New Day filmi mazkur oyda chiqadi. Albatta borib ko'ring. Undan keyin esa 5-film haqida gaplar o'z tasdig'ini topsa kerak. Tom Hollandning gapi bo'yicha nima sababdan filmning Brand New Day deb nomlanishi filmning oxirida ma'lum bo'lar ekan. Eng qiziq taxminlardan biri bilasizlarmi nima do'stlar? Albatta bu Venom simbioti. Secret Wars yoki keyingi Spider-Man filmida qora kostyum mavzusi ochilishi mumkin. Agar Marvel buni to'g'ri ishlata olsa, Tom Hollandning Spider-Man uchun eng kuchli va qiziqarli hikoyalardan biriga aylanadi. Yana bir katta mavzu bu Miles Morales. Tom Hollandning o'zi ham Marvel kino koinotida Miles paydo bo'lishini xohlashini aytgan. Demak, qachonlardir Spider-Man filmida Miles Morales, Gwen Stacy yoki Spider-Gwen kabi qahramonlar uchun eshik ochish ehtimoli yo'q emas. Keyingi film bu Secret Wars'dan keyin yangi qasoskorlar filmi. Marvel sodir etgan xatolardan saboq olgan bo'lishi kerak. Multikoinot sagasi davomida uzoq vaqt qasoskorlar filmi bo'lmadi. Cheksizlik sagasi esa har bir katta bosqichning oxirida qasoskorlar filmi bo'lar edi. Secret Wars'dan keyin yangi qasoskorlar jamoasi shakllanishi kerak deb o'ylayman do'stlar. Chunki Marvel kino koinoti qayta shakllansa, Marvel muxlislarida endi asosiy qahramonlar kim bo'ladi degan savol tug'ilishi tabiiy. Yangi qasoskorlar filmi aynan shu savolga javob berishi mumkin. Bu Secret Wars'ning ikkinchi qismi bo'ladimi yoki alohida qasoskorlar filmi bo'ladimi? Hozircha bu haqida ma'lumotlar yo'q. Lekin yangi jamoani tanishtirish Marvel uchun eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Shang-Chi filmining ikkinchi qismi ham ko'pchilik kutayotgan loyihalardan biri. Shang-Chi filmi Marvelning multikoinot sagasi davridagi eng muvaffaqiyatli loyihalardan biri bo'ldi. Undagi jang sahnalari, oilaviy drama, vizual effektlar va yangi qahramonlar muxlislarga yangilik bo'ldi. Hamda ko'pchilikka ushbu film ma'qul keldi. Agar bunday o'ylab qarasangiz, ikkinchi filmda temir musht yoki boshqa mistik jang san'ati qahramonlari paydo bo'lsa, bu loyiha yanada kuchli bo'lishiga shubha yo'q. Shang-Chi Marvel kino koinoti hali to'liq ishlatilmagan katta potensialga ega personaj. Thunderbolts ikkinchi qismi haqida ham ayrim mish-mishlar yuribdi. Filmda ko'rdikki, bu jamoa oddiy qasoskorlar emas. Ular biroz qorong'iroq, biroz xavfliroq, biroz noaniqroq qahramonlardan tashkil topgan. Aynan shu narsa ularni qiziqarli qiladi. Yelena Belova, Qizil qo'riqchi va boshqa anti-qahramonlar bilan Marvel qora qasoskorlar yo'nalishini qurishi mumkin. Agar Sarvi Galava olamidan Mechinni kabi obrazlar qo'shilsa, Thunderbolts yanada keskinroq jamoaga aylanadi. Bu loyiha bilan Marvel juda katta tavakkalga qo'l urishi mumkin. Chunki qasoskorlar Secret Wars'dan keyin juda ko'plab super qahramonlardan ayrilishi aniq va bu yerda bizga yangi super qahramonlarni kiritishga to'g'ri keladi. Oxirgi o'zgarishlar Marvelga qimmatga tushganiga guvoh bo'ldik. Lekin bizga yangi faza, X odamlar fazasi rasman tasdiqlangan. Secret Wars'dan keyin Marvel kino koinotida mutantlar asosiy yo'nalish bo'lishi aniq. X odamlar Marvel tarixidagi eng kuchli brendlardan biri. Bu yerda gap eski aktyorlarning qaytishi haqida emas, balki yangi X odamlar jamoasi haqida ketmoqda. Yangi Cyclops, Jean Grey, Storm, Rostamach va boshqa mutantlar Marvel kino koinotining keyingi 10 yilligini belgilashi mumkin. Agar Marvel bu yo'nalishni to'g'ri boshlasa, mutantlar sagasi Marvelga milliardlab daromad keltiradi. X odamlar diskriminatsiya, jamiyatdan chetlatilishi, oilaviy jamoa va ichki kurashlar haqida hikoya qiladi. Marvel aynan shu jihatlarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Chunki galaktika qo'riqchilar
3 qismini ko'rganimda Rakitaning o'tmishdagi hikoyalar juda ta'sirli chiqqan edi. Mutantlar bilan ham shunday usullarni qo'llasa bo'ladi. Qora Pantera 3 ham muhim loyihalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Ryan Coogler qaytishi, Denzel Washington ishtiroki haqidagi gaplar va yangi tichallar mavzusi bularning hammasi film atrofidagi qiziqishni oshiryapti. Bu Wakanda olamini yanada kengaytiradi. Bundan tashqari Stormni Qora Pantera orqali Marvel kinokoinotiga olib kirish ham juda mantiqli bo'lardi. Komikslarda Storm va tichallar aloqasi katta ahamiyatga ega. Blade filmi juda uzoq kutilyapti. Mahershala Ali Blade sifatida e'lon qilinganiga ancha bo'ldi, lekin loyiha bir necha marta to'xtab qoldi. Shuning uchun Marvel Blade'ni alohida filmda emas, balki Midnight Suns loyihasi orqali tanishtirish ham mumkin. Bu filmda Blade, Moon Knight, Ghost Rider, Elsa Bloodstone, ehtimol Punisher kabi qahramonlar bo'lishi mumkin. Bu yo'nalish Marvel kino koinoti uchun juda muhim deb hisoblayman. Sababi Marvel kosmik ko'cha darajasidagi va sehrli olamlarni alohida rivojlantirsa, keyin ularni katta voqeada birlashtirish osonroq bo'ladi. Filmlardan tashqari seriallar ham bo'ladi. Nova loyihasi haqida ham rasmiy darajada gaplar bor. Nova Marvel kino koinotining kosmik tarafini ochishi mumkin. Agar Annihilus va noma'lum makon mavzusi kiritilsa, bu galaktika qo'riqchilaridan keyingi katta kosmik yo'nalishga aylanishi ishonchim komil. Bir tarafdan olib qaraganda hamma hikoya faqat yerda bo'lmasligi kerak. Mutantlar yerda, Blade va Midnight Suns mistik tarafda, Nova esa kosmosda ishlashi kerak. Shunda Marvel kino koinoti yana keng va tirik olamga aylanishi mumkin. Agar bu loyihalar haqiqatan ham Marvelning keyingi rejasi bo'lsa, demak studiya endi ancha aniq yo'lga qaytmoqchi. Ular 3 ta narsaga urg'u beryapti. Birinchisi, ishlagan qahramonlar, Spider-Man, Shang-Chi, Qora Pantera. Ikkinchisi, yangi katta jamoalar, X odamlar, yangi qasoskorlar, Thunderbolts. Uchinchisi, yangi janrlar, Blade, Midnight Suns va Cosmic Nova. Bu yondashuv to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki Marvel oxirgi yillarda haddan tashqari ko'p loyiha chiqarib, tomoshabinni charchatdi. Endi esa kamroq, lekin kuchliroq va aniqroq loyihalar kerak. Mening fikrimcha eng muhim 3 ta loyiha X odamlar, Spider-Man'ning 5-qismi va yangi qasoskorlar. Agar shu uchala to'g'ri ishlansa, Marvel kino koinoti yana katta qiziqish uyg'otadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Secret Wars'dan keyin qaysi filmni birinchi ko'rishni xohlaysiz? X odamlar, Spider-Man 5, Qora Panteraning 3-qismi yoki Blade? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Marvel yangiliklari va kino tahlillari bo'yicha yana ko'p videolar tayyorlaymiz.